sazangdiki ne? Bu harfning talaffuz qilinishi bundaq. Ne? Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ne'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol sangza. Ne'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol yingma. Ne'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol xasing. Ne'ning ayrim shakli. Misol yang. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Sangza ni harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yingma ni harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Xasing ni harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yang ni harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Ya, ngak, yangak, ye, ne, yenge, sing, ling, singling, sang, za, sangza, ya, lang, yalang, bu, lung, bulung, ga, zang, gazang, pa, rang, parang,